Assalomu alaykum. Bu Zehinggoh Market sotuvchilari uchun video darslarning ikkinchi qismi. Ushbu darsda biz profil sahifasi bilan tanishamiz. Profil sahifasi sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni boshqarish joyi. Bu sahifada siz ism, elektron pochta, telefon raqami va parolingizni o'zgartirishingiz mumkin. Avvalo sotuvchi dasturiga kiramiz. Buning uchun brauzer manzil sadriga quyidagini yozing: seller.zehinggoh.uz. Bu Zehinggoh Marketning rasmiy sotuvchi dasturi manzili. Kirish oynasida o'z elektron pochtangizni va parolingizni kiriting. Ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, kirish tugmasini bosing. Shundan so'ng siz sotuvchi boshqaruv paneliga yo'naltirilasiz. Tizimga kirgach, siz Zehinggoh Market sotuvchi paneliga kirasiz. Profil sahifasiga o'tish uchun yon panelning eng pastki qismida joylashgan Mening profilim bo'limini tanlang. Bu sahifada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz joylashgan. Ismingiz, elektron pochta manzilingiz, telefon raqamingiz va parolingiz. Har bir ma'lumotni kerak bo'lganda tahrir qilishingiz mumkin. Ma'lumotni o'zgartirish uchun tegishli maydonga yangi qiymatni kiriting va saqlash tugmasini bosing. Shundan so'ng o'zgarishlar darhol yangilanadi. Profil sahifasida shuningdek til sozlamasi ham mavjud. Hozirda Zehinggoh Market faqat o'zbek tilida faoliyat yuritmoqda. Kelgusida esa talabga qarab boshqa tillar ham tizimga qo'shilishi rejalashtirilgan. Shunday qilib siz profil sahifasi orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni qanday yangilash mumkinligini o'rgandingiz. Keyingi darsda biz do'kon sahifasi bilan tanishamiz. Unda siz o'z do'koningizni yaratish va sozlashni o'rganasiz. Diqqat bilan kuzating va navbatdagi darsni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum.